Ramazon oyiga ham kirib kelyapmiz. Eson-omon, sihat salomatlikda yetib olishni Alloh taolo barchamizga nasib qilsin. Nima uchun musulmon kishi Ramazon kelishidan quvonmasin? Axir Ramazonda ko'plab yaxshilik eshiklari ochib qo'yiladi. Turli ibodatlarni bajarishga katta imkon bo'ladi. Ibodatlarga beriladigan katta savoblar, bunga qo'shimcha gunohlarning mag'firat etilishi. Ramazonda Qadr kechasi bor. Bu kecha qanchalik buyuk ekanini tasavvur qila olmaysiz. Toat ibodat mavsumi kelgani bilan suyunish shubhasiz iymon belgilaridan. Ramazon oyida Allohning fazli marhamati yog'ilib turadi. Mana shu fazli marhamat sizga ham yetishiga intiling. Ajabmas, bir umrga hayotingiz o'zgarib, baxt saodatga erishsangiz. Bu oyda ahli oilangga ko'p sarf xarajat qil. Odamlar dabdabali hayotga berilgan. Inson umri ijtimoiy tarmoqlarda zoya bo'layotgan. Befoyda narsalar ko'paygan. Turli behuda o'yin-kulgilar keng tarqalgan hozirgi zamonda ibodatlarni jiddiy jahd bilan bajarish juda muhim. G'aflatga botgan ey ojiz banda, jaholatdan chiqa olmayotgan ey ziyonkor inson, mana sen uchun katta fursat. Allohga yuzlan. Agar mana shu oyda inson o'zini o'nglamasa, qachon o'nglaydi? Agar mana shu oyda inson o'zini o'nglamasa, qachon o'nglaydi? Mana Ramazon oyiga ham kirib kelyapmiz. Eson-omon, sihat salomatlikda yetib olishni Alloh taolo barchamizga nasib qilsin. Ramazon oyida Allohni ko'p zikr qilib, Allohga shukr qilib, chiroyli ibodat bilan o'tkazishda Alloh barchamizga yordam bersin. Ushbu suhbatimiz Ramazon oyiga yaqinlashganimiz munosabati bilan bo'lyapti. Shuning uchun bugun Ramazonga qanday hozirlik ko'rish, bu ulug' oyni g'animat bilish va katta fursatdan unumli foydalanish haqida so'z yuritamiz. Alloh taolo aytadi: "Ey iymon keltirganlar, sizlardan oldingi ummatlarga farz qilinganidek, sizlarga ham roza farz qilindi. Shoyat taqvodor bo'lsangiz." Albatta mo'min kishi uchun eng suyukli narsa Allohning buyrug'iga ijobat qilishdir. Chunki bu buyruq cheksiz mehribon, o'ta rahimli zot tomonidan bo'lyapti. Albatta bunday zotning buyrug'ini bajargan insonlarga Alloh taolo dunyo va oxiratda behisob mukofotlar ato qiladi. Shuning uchun mo'minlar Allohning buyrug'ini eshitgan zahoti bajarishga oshiqadilar. Alloh taolo insonlarni yaratib, ularni ba'zi amallarga buyurar ekan, demak bu amallar uchun ko'plab ajr savob ato etadi. Har bir solih amalga beriladigan savob nafaqat 10 barobar bo'ladi, balki 10 barobardan boshlab 700 barobargacha va undan ham ko'p behisob ajr savoblar beriladi. Shuningdek, roza tutishda katta sabr kerak. Sabr qiluvchilarga va'da qilingan savob esa Alloh taolo bu haqida shunday degan: "Albatta, sabr qiluvchilar ajr savoblarni behisob olurlar." Va yana Ramazon ro'zasini iymon bilan, savob umidida tutgan insonlarning gunohlari mag'firat qilinadi. Shunday ekan, nima uchun musulmon kishi Ramazon kelishidan quvonmasin? Axir Ramazonda ko'plab yaxshilik eshiklari ochib qo'yiladi. Turli ibodatlarni bajarishga katta imkon bo'ladi. Ibodatlarga beriladigan katta savoblar, bunga qo'shimcha gunohlarning mag'firat etilishi. Albatta bular hammasi juda katta fursat. Bularning hammasiga qo'shimcha Ramazonda Qadr kechasi bor. Bu kecha qanchalik buyuk ekanini tasavvur qila olmaysiz. 83 yilga teng keladigan kecha bu. Bu kechani g'animat bilsangiz, go'yoki umringiz 83 yilga ko'paygandek bo'ladi. Albatta Ramazon kirishi bilan shaytonlar kishallanadi, do'zax eshiklari yopiladi, jannat eshiklari esa ochib qo'yiladi. Bir nido qiluvchi nido qilib, yaxshilikni xohlovchilar yaxshilikka shoshiling, yomonlik xohlovchilar yomonlikdan to'xtang deb aytib turadi. Ramazonning har bir kechasida Alloh taolo do'zaxdan bir qancha insonlarni ozod qiladi. Bu hadisni Termiziy rivoyat qilganlar va Ibn Mojah hasan hadis deb aytganlar. Demak, Ramazon musulmonlar uchun quvonch, shodlikdir. Alloh taolo aytadi: "Ayting, Allohning fazli marhamati bilan quvonsinlar. Bu ular to'playotgan narsalardan yaxshiroqdir." Toat ibodat mavsumi kelgani bilan suyunish shubhasiz iymon belgilaridan. Alloh taolo aytadi: "Qachon bir sura nozil qilinsa, munofiqlar istehzo bilan bir-birlariga
Bu sura qay biringizning iymonini ziyoda qildi deb aytadilar. Albatta bu sura iymon keltirgan zotlarning iymonlarini ziyoda qilur va ular bundan quvonurlar. Aziz aka-uka, opa-singillar, Ramazon oyida Allohning fazli marhamati yog'ilib turadi. Mana shu fazli marhamat sizga ham yetishiga intiling. Ajabmas, bir umrga hayotingiz o'zgarib, baxt saodatga erishsangiz. Albatta har bir inson nafsini poklashga muhtoj. Bu oy esa inson o'z nafsini poklash uchun, o'zini isloh qilish uchun eng katta fursat. Chunki bu oyda roza, namoz, zikr, tilovat, ehson, sadoqatlar kabi turli ibodatlar jamlanadi va har bir tomondan yaxshilik qilishga targ'ib bo'lib turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobalarga aytganlar: "Sizlarga muborak Ramazon oyi keldi. Bu oyda roza tutishni Alloh sizlarga farz qilgan. Bu oyda jannat eshiklari ochib qo'yiladi, do'zax eshiklari esa yopiladi va shaytonlar zanjirband qilinadi." Ramazonda shunday bir kecha bor. U kecha 1000 oydan afzaldir. U kechaning yaxshiligiga yetisha olmagan kimsa yaxshilikdan mahrum bo'libdi. Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilganlar va bu sahih hadis. Ulamolar mana shu hadisga asoslanib Ramazon kirganini eslatib, tabriklash va yaxshiliklarga targ'ib qilish mashruligi haqida aytishgan. Albatta Ramazon kirganida musulmonlarning qalbida o'zgacha quvonch bo'ladi. Chunki bu oyda turli ibodatlar jamlangan. Ko'p vaqt Qur'on bilan mashg'ul bo'linadi va ehson sadaqotlar qilinadi. Imom Zuhriy rahimahulloh va boshqa salaf solihlar aytishgan: "Bu oyda ahli oilangga ko'p sarf xarajat qil. Qarindoshlaringga, qo'ni-qo'shnilaringga va birodarlaringga ko'p ehson qil va faqir miskinlarga ko'p sadaqot qil" deb aytishgan. Roza tutishga kirishganda ro'zani haqiqiy ma'nosini anglash lozim. Faqat yeb ichishdan tiyilish emas, balki ko'zingni ham, tilingni ham, qulog'ingni ham haromlardan tiyishni qasd qil. Biror musulmonga aziyat berib qo'yma. Roza vaqti boshqa kunlardan farq qilish kerak. Roza tutgan inson o'zini to'liq nazorat qilib, hatto bekorchi narsalarni ham kamaytirishi lozim. Chunki Alloh taolo taqvo qilishlaringiz uchun roza farz qilindi deyapti. Demak, Ramazon oyi taqvoga o'rganishimiz uchun katta bir madrasadir. Bu oyda Allohning buyruqlarini bajarib, qaytargan narsalardan tiyilishga odatlanamiz. Ramazonni o'ziga yarasha alohida bir xususiyati bor. Hadis qudusida Alloh taolo aytadi: "Odam bolasining hamma amali o'zi uchun, faqat roza unday emas. Chunki rozador meni roziligim uchun o'z nafsini tiyadi. Shunday ekan, uning mukofotini men o'zim beraman." Ya'ni musulmon kishi tong otishi bilan aslida halol bo'lgan narsalardan ham o'zini tiyadi. Shunday ekan, harom narsalardan o'zini tiyish turgan gap va buni hammasi Alloh roziligi uchun bo'ladi. Va musulmon kishi roza tutib nafsini tiyishga o'rganadi, toat ibodatlarga odatlanadi. Ramazonning yana bir xususiyati, butun dunyodagi musulmonlar birlikni his qiladilar. Chunki Mag'rib va Mashriqdagi barcha musulmonlar Ramazonni birday kutib, Ramazon kirgandan keyin roza tutishga kirishadilar. Ramazonda turli ibodatlarni jiddiy jahd bilan bajarish, roza tutish, Qur'on o'qish, zikr duo bilan mashg'ul bo'lish, ehson qilish, e'tikof o'tirish, bular hammasi bu dunyoga chalg'ib, aldanib qolishdan to'sadi. Xususan hozirgi zamonda odamlar dabdabali hayotga berilgan. Inson umri ijtimoiy tarmoqlarda zoya bo'layotgan, befoyda narsalar ko'paygan, turli behuda o'yin-kulgilar keng tarqalgan hozirgi zamonda ibodatlarni jiddiy jahd bilan bajarish juda muhim. Chunki bu ibodatlarni mukammal ado qilsak, o'tkinchi dunyoga haqiqat ko'zi bilan qaray olamiz. G'aflatga botgan ey ojiz banda, jaholatdan chiqa olmayotgan ey ziyonkor inson, mana sen uchun katta fursat. Allohga yuzlan. Agar mana shu oyda inson o'zini o'nglamasa, qachon o'nglaydi? Albatta bu oyni g'animat bilgan inson Allohning katta fazli marhamatiga erishibdi. Ammo g'aflatdan uyg'onmagan kimsa haqiqiy ziyonkor bo'libdi. Mana shuning uchun hoziroq niyatlarimizni to'g'rilab, bu oyni Alloh rozi bo'ladigan holatda o'tkazishni niyat qilishimiz kerak. O'zimiz bilgan ibodatlarni, Alloh rozi bo'ladigan eng afzal amallarni maqsad qilishimiz, bilmagan amallarimizni so'rashimiz lozim. Shuningdek, Ramazon oyi musulmon bo'lmaganlarni da'vat qilishga ham bir fursat. Go'yoki Ramazonda barcha insonlarga kelinglar, biz musulmonlarning dinimiz qanday ekanini ko'ringlar deyiladi. Ko'pchilik odamlarni musulmon bo'lishiga roza sabab bo'lgan. Ular musulmonlarni roza tutishini ko'rib, bundan ajablanganlar va shu sabab islomni qabul qilganlar. Islom dini ana shunday. U o'z-o'zi bilan islomga da'vat qiladi. Ramazonning foydasi, barakasi
musulmon bo'lmaganlarga ham yetadi. Ramazon oyi Qur'onni farzandlar, ahli oila bilan birga o'qishga, tafsirlardan dars qilishga ham katta fursat. Chunki Ramazon oyida farishtalardan bo'lgan elchi Jibril alayhissalom bilan insonlardan bo'lgan elchi Muhammad sallallohu alayhi va sallam ikkalari birga Qur'onni o'qib dars qilishgan. Demak, Ramazon Qur'on o'qib, ma'nolarni tadabbur, tafakkur qilish vaqtidir. Shunday ekan, musulmon kishi Ramazon oyidagi qimmatbaho vaqtini zoya bo'lishga yo'l qo'ymasligi kerak. Chunki boshqa vaqtlarda bo'lgani kabi, bu muborak oyda ham odamlarning vaqtini o'g'irlaydigan kimsalar ko'p. Bunday kimsalar go'yoki kishanlangan shaytonlarning o'rniga ularning ishini davom ettirgandek bo'ladilar. Turli filmlar bilan, seriallar, qisqa videolar, befoyda ko'rsatuvlar, shunga o'xshash narsalar bilan odamlarning vaqtini zoya qiladilar. Bunday kimsalarga qimmatbaho vaqtingizni berib qo'ymang. Katta jin, shaytonlar kishanlangan bo'lsa ham, lekin insonlardan bo'lgan shaytonlar buzg'unchilik qilishda davom etadilar. Bunday kimsalar sizni oliy maqsadingizdan chalg'itib qo'ymasin. Yana bir muhim narsa, musulmon kishi Ramazon oyida oldingi xato kamchiliklariga, qilgan gunohga afsus nadomat qilib tavbaga shoshilishi kerak. Chunki Ramazon oyi tavba uchun ham katta fursat. Albatta shaytonlar kishanlangan vaqtda tavba qilib, insofga kelish oson bo'ladi. Inson noumid bo'lmasligi kerak. Alloh taolo aytadi: "Ey iymon keltirganlar, Allohga xolis, to'liq tavba qilinglar. Ana shunda Robbingiz gunohlaringizni mag'firat qilur." Boshqa oyatda: "Ey payg'ambar, mening bu so'zimni bandalarimga aytib yetkazing. Gunoh ma'siyatlar bilan o'z joniga zulm qilgan ey bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Albatta Alloh tavba qilganlar uchun barcha gunohlarni mag'firat qilur." Alloh taolo doim har kecha va kunduzda qo'lini ochib tavbaga chorlaydi. Endi muborak Ramazonning kecha va kunduzlarida tavbaga chorlash qanday bo'lishini tasavvur qilavering. Ramazon shuningdek ota-onaga va barcha yaqinlarga yaxshilik qilish oyi. Har kuni iftorga, saharlikka ular xohlagan narsani tayyorlab bersangiz, Allohga qasamki, buning savobi juda buyukdir. Ramazon oyi avvalgi ixtiroflarni, gina qudratlarni unutib, oralarni isloh qilishga ham fursat. Inson hayotida kelishmovchilik, ixtiroflar bo'ladi. Agar bu narsa shu vaqtgacha davom etgan bo'lsa, mana Ramazon oyi o'rtani isloh qilish vaqtidir. Shuningdek, insonning oilasida munkar ishlar bor bo'lsa, buni Ramazon oyida yo'qotish kerak. Hadisda aytilgan: "Har biringiz rahbarsiz va har biringiz o'z qo'l ostingizda bo'lganlardan mas'ulsiz." Oilada ayrim yomonliklar, munkar ishlar bo'lib, buni Ramazondan oldin yo'qotishga iloji bo'lmagan yoki hafsala qilinmagan bo'lsa, Ramazon oyi katta imkoniyat. Allohdan yordam so'rab harakat qilsangiz bas. Alloh subhanahu va taolodan xato kamchiliklarimizni, qilgan gunohlarimizni mag'firat etishini so'raymiz. Alloh bizlarni o'z diniga xizmat qiladigan kishilardan qilsin va taqvoda, solih amallarda bir-birlarimizga yordam beruvchilardan bo'lishni va dunyo va oxiratda solih insonlar bilan birga bo'lishni Alloh nasib qilsin. Allohni ko'p zikr qilishimizga, shukr qilishimizga va Allohga chiroyli ibodat qilishimizga Allohning o'zi yordam bersin. Alloh azza va jalladan so'raymiz. Barchalarimiz Ramazonga yaxshilik va ofiyatda yetib olishni Alloh nasib qilsin. بخير وعافية. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.